Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Umeyyevlar dövletiga münasebetlik en ahirki sultan Umeyyevlarning 14. sultanı Mervan ibn Muhammed yoki Mervan el-Ja'di nomi bilan mashhur yoki Mervan el-Himar yoki Mervan eshak nomi bilan mashhur bo'lgan en ahirki xalifaning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Mushning bilan Umeyyevlar davlatiniki quyoshi o'chib hamda Abbosiylar davlati qurildi. Undaqda xo'sh, bu adam 127-yildan hijriya 132-yilgacha davr surgan, ya'ni 5 yil. Bu adam Umeyyevlar xalifalarininki eng oxiri. Kunyasi Abu Abdülmelik. İsmi Mervan ibn Muhammed ibn Mervan ibn el-Hakam. En baştaki çoğun Mervan'niki nevrus buludu. Abdülmelik ibn Mervan'ın enesinin oğlu buludu. Bu adamni Ja'di deb laqab berilgan. Çünkü bu adamın aynı vaqtdagi tarbiyalaguvchisi ustozi Ja'd ibn Darham edi. Ham Ja'd ibn Darham tunji qatim shu Qur'on Karimni maxluq degan iborani keltirib chiqargan, bidatni keltirib chiqargan ayni davrdagi eng cho'ng aqliyatchi. O'zi tegi Xurosonlik ki musulmon bo'lib shu Damashqda yashab, Umayyevlar jamoatiniki jiq g'amxo'rlikka erishgan. Shu Marvan ibn Muhammadning dadasi bu odamniki aqlidan bir xil qoyil bo'lib, aqli quvvatiga shu bolasiga ustoz qilib bergan. Hatta bu Allah Teala'nınki sözlüğüçe sübtini inkar qilib, Musa aleyhisselam bu sözlemide, hatta İbrahim aleyhisselamning do'stimide deganda Qur'oni Karimdagi oshkora iboralarga xilaf holatda o'zining kalomi aqli yakuniki natijasi bo'lgan bir qism xato e'tiqodli ko'zqarashlarni o'ttirib chiqargandan keyin bu kishilarga Umayyevlar jamoatining podshohlari qarshi chiqib, tutib buyruq chiqargan, qochib ketgan. Lekin Halid ibn Abdullah el-Qasri'ninki zamanısı kelganda buni tutib, Qurban hayit kuni munbarda namozni o'qib tushib, munbardan tushib, men mana dastlabdan Ja'd ibn Darham bilan qurbonlik qilaman deb bu odamni o'ltirgan. Bu odamni ham eshak, Marvan eshak deb laqabi bor. Nima degan vaqtda bu odamning nacharligidan emas, bu odam shu davlatga qarshi chiqqan odamlar bilan urush qilishda ağrımaydigan, charchamaydigan, hatta ularning uchilik qurmaydigan odamga. Yana shu japoq chidab, sabr qilib to'xtamay urush qildi ekanda. Shunga bu odamniki shu vali vaqtlarda hozirgi Turkiyaniki ko'p zemini, masalan, ayni vaqtida Ermenistonning qo'lida, Rimning qo'lida, masalan, Ozarbayjon tarafli bor. Mush taraflarning hammasi mush odamning qo'lida musulmon bo'lgan. Buni olmaydigan, charchamaydigan eshak deb mush laqabni bergan. Bu adam ağrımay, talmay, japa mushaqqatga chidab, kechilarda yo'l yurayotgan dedi askarlarni elib. Hatta urushdagi nurg'un balay, afat, musibatlarga bek sabr qiladi ekan. Shunga ayni vaqtida shundaq bir maqol tamsil taralgan. Palani urushda eshakdan sabirlik deb. Shunga bu odamni mushu laqab bilan laqablangan. Buniki islom davlati qo'shgan tuhfalar nihoyat zo'r ayni vaqtida. Uzun yil vali bo'lgan, Rim tarafdagi ziminlarning bo'lib, Turkiyaniki, Anadolu tarafdagi ziminlar asosan odamning qo'lida musulmon bo'lib ozod qilinganda. Ammo ba'zi mishmish qarashlarda arablar har 100 yilni bir eshak deb sanaydi ekan. Shuning uchun Umayyevlar jamoatining podshohligi 100 yillik to'shqan vaqtida buni eshak degan. Amaliyotda Marvanni shuning uchun eshak deb laqablagan deydi. Mesela burada 40. yıl hakimiyet başa çıkan olsa Umeyyevlar bu 130 olsa bula yani 90 yıl yani 100 yıl yakınlaştı degan gapda bu mu bir xil qarash hamda. Marvan Jazirda tug'ilgan, chunki Jazirninki ayni vaqtdagi valisi dadasi Muhammed ibn Marvan edi. Bu 72-yil tug'ilgan, onasi Ummuvalad, ya'ni dedek onasi. Jazira hozirgi o'sha Iroq, Suriya, Turkiya oraliqdagi o'rinlar. Bu Furat daryosi bilan Dejl daryosining oralig'idagi zaminlarda bu hozir 3 davlatga bo'linib ketganlik. Hamda xalifa bo'lishdan burun nurg'un viloyatlarniki valisi amir edi deydi. 105-yili masalan Konya o'lkasini fath qilgan. Hozir Turkiyadagi Konyada mana Turkiyada birdan bir asr masalan
Şu Müslümanların İslam'daki kalası sanıldığın şehir Konya. Demek bu adam şu 105. yılı Muş adamның qulida Müslüman bulup azat kılıngan. Demek bununki hem de tarihi uzun demekçi de. Bu adam qandaq işler bilan meşhur edi dese, çevendas, bek ilgirleydigan hujumchi. Andan şu piyade menişqa, yugurishga usta, andan bek zeki. Yana birisi tevekkülçi qaram adamki. Hem de Velid öldürülgen vaqtida bu xabar bununla Ermeniyadagi vaqtida yetgan. Şu Ermeniyadagi valisi şu fetih qilayotgan mezgillar şu. Hem de bu adamniki bu açık kelib bir qism o'zi qo'llagan musulmonlarniki bayit orqali, qo'llash orqali bu adam o'zini xalifa yoki qisos olamiz degan shiorni ko'tarib chiqqanda, shuning uchun bunga bayat qilgan. Hamda Yazidninki o'limi xabari yetgan vaqtida bu ombadagi butun iqtisodning hammani chiqim qilib, bu İbrahim bilan urush qilib, oxiri İbrahimni mag'lub qilgan bu adam. Shunlar Marvan xalifa deb bayat qilingan. Bu dastlabda men shu nimaning Validniki qisosini olaman degan maqsadda shu o'rtoqlab chiqib, oxirida o'zining maqsadi, ichki maqsadi xalifa bo'lish degandek o'zining g'oyasiga yetdi bu adam. Shunga bu siyosatchining maqsadi oshkor aniq bo'lmaydi. Ko'p holda. 127-yili Safar ayının o'ttirlarida bayat qilinib, hamda shu hokimiyatni qo'liga ravrs ep bo'lganda tunji qilgan ishi Yazidun Naqisniki qabrisini ko'lab chiqib, uni qabrda chiqib dog' asgan. Chunki u Validni o'tirayotgan emasmi? Bu Yazidun Naqis boshda bu kishiniki tarjimali o'tdi. O'zini xil taqvo, salih o'tgan, xil ixlosman podshohlardan biri. Afsus 6 oydan keyin o'lib ketganda hokimiyat chiqib. Bu adam bu xalifalik hokimiyat bilan huzura ololmagan. Chunki bu odamga qarshi chiqqanlar tarafdan ko'p bo'lganda, hatto 132-yilgacha qarshi chiqqan. Hatto oxirida bo'lgan Abbasiylar, ya'ni Banu Abbas jamiyati qarshi chiqqan. Kimniki shu hokimiyat ketkizib qo'ygan eng cho'ng bir sabab bu poytaxtni Damashqdan Jaziriyat tarafga o'tkazib ketganda, bu eng cho'ng xatolik bo'lgan bu odamniki. Chunki Damashq, Suriya, Sham zemini bütün Umayyalarni qo'llaydigan bir ko'p qo'shini va bir poytaxt. Davlatniki yemirilgisi kelsa, uningga har xil sabablar chiqib turdi. Hamda Abdullah ibn Ali, hamda Saffahning tog'isi, Saffah degan Abbasiylarning birinchi xalifasi. Shu qo'shin tortib urush qilganda, oxiri bular Mavsulga yaqin bir o'rinda tutishga urishdi. Mavsul hozirgi Iroqda. Marvan mag'lub bo'lgan. Hatta Şam'a kaçıp kelgan. Abdullah qo'g'lab yurib, oxir Marvan Misrga kaçıp ketgan. Hamda Abdullahning yana bir inisi var Salih. Bu mu Abbasiylar jamoatidan. Bu iz qo'g'lab, keyindan qo'g'lab, oxiri Misrniki Bosar degan yezida bu odam uchiqishib, shu yerda urush qilib, Marvan oxiri shu yili Zilhaj oyida, ya'ni 132-yili Zilhaj oyida o'ldirilgan. Demak, shuning bilan Umayyalarning 90 yillik hokimiyati, 91 yillik davlat hokimiyati mashinalar yo'qoldi. Bu yerda biz kichikgina bir nuqtani qistirib qo'yib o'taylik. Hamda Umayyalar davri bir qism nachar ishlar bilan to'lgan bo'lsa-mu siyosatda oxirgi mezgillarda. Umuman elbet etgan vaqtida islom dunyosini bular o'z tizginida tutib turgan. Ta İspaniyadan tortib Turkiston zeminigacha bo'lgan orliqlar bularniki qo'lida yemirilmay turgan hamda. Biroq Umayyalar davr oxirlashgandan keyin islom dunyosi Umayyalar zamonasidek birlashgani yo'q. Abbasiylar davrida masalan birlashgandek ko'ringan bilan nurg'un masalan Parislar tarafda, Marokash, Mag'rib tarafda, İspaniya tarafda davlatlar asosan parchalanib bo'linib ketgan. Ba'zilari mustaqillik e'lon qilgan, ba'zilari bunday shaklda qo'llagan bilan, ammo amaliyotda ular mustaqil xalifadan ayrim tuzum bilan yashab kelgan. Umayyalarniki birdan-bir ortiqchiligi bular islom dunyosini sharqdan g'arbgacha bular qo'lida ching tutib tura olgan. Marvanning davrida o'lib ketgan, ya'ni mashhurlardan As-Sudil Kabir degan odam. Bu kishi o'zi Kufada yashagan Bani Hashim, ya'ni Qurayshlardagi Bani Hashim jamoatining xizmatchisi bo'ladi. Bu kishini ba'zilar Shia,
Ebu Bekir Ömer'ni ayıplaydı depti. Vallahu alem. Bu adam şu Kur'an'daki tefsirde bulap lügat ilmida qilib pişkan alimken aynı vaqtida. Ebu Bekir'le Ömer'ni tillaydigan tarafi bo'lsa-mu, hamda Şialik tarafi, Rafizilik tarafi. Lekin Araplarning ichida şu öz zamonidagi nihoyatda fasih, balog'atlik, fasohatli adam ekan. Chunki Qur'oni Karimning shu lug'at tarafida lug'atni bilish jihatda shu o'z davridagi eng mashhur buyuklardan ekanda bu adam. Bu davrda o'lib ketgan yani mashhurlardan Malik ibn Dinar al-Basri. Bu tabi'larning ichidagi eng mashhur buyuklardan. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adamni nisbatlab bu şu yaxshi ulamalar ichidagi mashhur buyuk degan. Hatto bu tabi'larning ichida ishonchli qatorida sanalgan. Qur'oni Karimni yozgan o'z davrida hamda matbaa yo'q u davrda nihoyat yaxshi yozadigan odamlar. Bu kishi hamda Anas ibn Malikdan hadis rivoyat qilgan ekan ayni vaqtida ko'plagan tabi'larni o'qigan deyiladi. Bu adam hamda shu islom tarixida o'tgan eng mashhur büyük zayitlardan sanıldı. Bizimki yaş vakti günah ma'siyat bilan o'tgan bo'lsa-mu, har xil rivoyatlarniki bo'lishi bilan, lekin shu Qur'ondagi bir oyatniki ta'sir qilish asosida bu odam o'ziga butun yomon qilmishlarda yenib, bu odam oxirida tövbe qilib, olim bo'lib, musulmon bo'lib degandek islomga ko'p tuhfalarni qo'shgan buyuk alloma. Bu nihoyatda qalbi kuyib turadigan Xudoning oshiqi bo'lg'achqa buniki qilgan va'z tablig'i o'sha odamning qalbiga kiradigan odam ekanda. Shunga bu jihatdan nihoyatda mashhur bu odam. Uningdan boshqa buyuklardan Asim ibn Abi Najud al-Muqri nihoyatda qari ayni vaqtidagi. Bu kishi hijriyaniki 127-yili, ya'ni milodiya 745-yili o'lib ketganda o'zi Kufada o'tgan. Ayni vaqtidagi shu mashhur qiroat ilmidagi 10 qiroatniki qiraat olimlariniki biri bo'ladi bu odam. Demak, ko'pchiliklarniki qarisi bo'ladi bu odam bundaqda. Bu kishi Abdullah ibn Mas'ud o'qigan sahobalardan. Hozirgi qarilarning ichida ko'pincha o'qiyotgan qiraat mush odamniki qiraat lahjasi o'qiladi. O'qish shaklida. Qiraat Asim deb mashhur. Bu qarilarning aytib yaxshi tushundi bu. Demak, bu Qur'on ilmida imom qarilarniki 5 sanaladigan odam bu. O'zi ishonchlik uning ustiga. Uningdan boshqa Yazid ibn Abi Habib degan mashhur zot. Bu kishi mush davrda o'lib ketgan. Ya'ni 128-yili o'lib ketganda bu odam o'zi kichik tabi'inlardan, o'zi muhaddis, hadisshunos ayni vaqtida. Ishonchlik faqih ulamolar qatoridan. Ayni vaqtida Misrniki muftisi tayinlangan. Demak, shu asrlarda Misrning buyuk olimlaridan sanaldi bu odam. Bu odamniki o'zi shu Sudanlik kenda tege mesela Nobel'e mesela Qaroy adam kenda. Chunki ayni vaqtida shu musulmonlar bilan bo'lgan shu asr almashtirish qatorliq jihatlarda shu asr sifatida musulmonlarning qo'li tushgan ekan. Hamda Allohniki iltifoti bo'lsa kerak, kim musulmon bo'lib yoki islomni qabul qilib yoki islom diyorida cho'ng bo'lib, bu odam katta ulamo bo'lib, oxirida Misrga muftiy bo'lgan gapda. Bu adamniki ayni vaqtdagi Misrniki fath qilinish haqidagi yozgan rivoyatlari, ma'lumotlari nihoyat ko'p odam ekan. Shu islomniki Misr zaminida fath harakatlariga qarata. Ayni vaqtdagi bir qism sahobalar bilan uchrashgan, shulardan hadis rivoyat qilgan deyiladi. Bu kishi ham ishonchlik deb ulamolarniki bahosiga erishgan zotlardir. Yana bir musulmonlarniki buyuki bor, u kishi bo'lsa Shaybat ibn Nisah. U kishi Madinaning dağlıq ayni vaqtidagi qarisi, eng mashhur tabi'in imomlardan sanaldi. Chunki Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallohu anhaniki xizmatchisi bo'ldi bu odam. Demak, ta'sirga uchragan demakda. Bu kishi masalan mutawatir 7 qiroat olimi va Nafi'niki ustoz bo'ldi bu odam uning ustiga bu kishi. Bu kishimi o'zi kichiklam o'zi masalan sahobalardan hadis rivoyat qilishga boshlagan ekan. Masalan, Ummu Salamadan hadis rivoyat qilganligi qayd qilyapti. Undan boshqa cho'ng tabi'inlardan demak. İmam Nasai rahmetullohi alayh bu odamni ishonchlik deb sifatlagan ekan. Bu odam shu 130-yili Marvonniki davrida dunyodan ketgan. Hamda Muhammad ibn Munkadir bu nihoyat mashhur buyuklardan tarixdagi.
Bu kishi o'zi Quraysh qabilasidan Abu Bakr Siddiqninki Taym jamiyatidan sanaladi bu odam. Bu kişi mi hem de İmam Buxoriy, İmam Muslim şu 6 hadis kitapniki avtorlari bu adamninki rivoyat qilgan hadisini qabul qilib chiqargan ekan. Bu kishi ko'plagan sahobalarni o'qigan. Salman al-Farisi, Aysha, annemiz Ebu Hurayra, Abdullah ibn Ömer, Cabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyir. Hali ko'p ustozlarda, sahobalarda o'qigan. Ondan başqa bu adamninki o'rgatgan shogirdlari nihoyat jiq. O'zi nihoyat bak ibodatga amroq, ibodatni ko'p qiladigan mushtaq odam ekanda. O'ziniki degan gapida men 40 yil ibodat qilib, mush ibodatni qattiq tirishdim, nafsim bilan kurash qildim. Ondan nafsim sal tuzlandi degan ekan. Demak, bir odam o'zining nafsini tuzash uchun oz jafo ketmesi kerak. Şu ibadette mesela meşhurluqda bir kuni şu namoz o'qib, Qur'on o'qib deb yig'lab ketibdi-da. Bu oilasi yig'lab to'xtamay, qo'rqib ketib nima ish bo'lgan bu odam deb boshqa bir do'stini qiziq avat etgan. Do'st atayin kelib, buni pasaytib, sen nima ish yig'laysan? Qur'ondan bir oyatni akilib, shu qo'rqinish qiyomatning avvalottirdi bo'lgan bir oyatni. Shuningdek, mush oyat meni mushta yig'lashga sabab qildi desa, akaga og'inisi bilan yig'lab ketgan deydi ishkilisdan. Demek ki müştak tesirlik ulamalardan da. Çünkü yani bir güzel taraflardan anısına etmek mehriban, köyümcan adamken. Hatta şu menizini yerge yakıp durup cinim ana putlarını menizime koysla de müştak dep gitetken. Bu ne kadar kemterlik ki. Bu adamdan soralgan vaqtida sen qaysi amalni bek yaxshi ko'rsa de başkalar sorsa, bu adamdan tesirlik bir cevap bergan ekan. Mu'min musulmonga xushallik ato qilish men eng yaxshi ko'radigan amaldir. Yani bir büyüklerden hem de Ebu Cafer, Yazid ibn Qaqqa bu kişi mi Medine'deki nayeti dağınık 10 xil kıraat alimlerindeki biri de tanıldı. Öz nayeti hürmetlik meşhur tabiilerden tanıldı bu adam. Bu kişi hem de küçük vaxtıda Ummu Selme radiyallahu anha Resulullah'ın ayağınınki huzuruga kirgenken kirip berketlen dua kılıp peşini silap koygan deyildi. Demek Peygamber ailesine berketiga müyesser bolgan bu ulug'lardan. Bu kishi mu şu Mervan'niki davrida o'lib ketgan. Ondan başqa Ayyub as-Saxatiyani bu mu şu öz davridagi meşhur büyüklerden. Bu kishi 131-yil o'lib ketgan ekan. Mervan'dan 1 yil burunda. Bu kishi tabiinlarniki sardori ayni vaqtidagi. Bu kishiga ham ulamalar nihoyat güzel baholarni bergan bo'ladi. Muhammad ibn Sirin müş edebden hadis rivayet qilgan bo'lsa, ismini demay, "Men rastçil bir adam hadis so'zlab berdi" deb, nihoyat xushallanarlik bilan ismini zikr qilayotganda, Saduq deb bunda, hurmat nomi bilan. Bu kishi nihoyat taqvo zohid o'tgan. Payg'ambarimizningki hadislari zikr qilinsa, rivoyat qilinsa, yig'lab ketadigan ta'sirlanib. Buningga bir yig'lash uchun qalbda bir imoniy quvvat bo'lmasa, muhabbat kuch bo'lmasa, tez yoshdan chiqmoqi. Bu zatninki hem de meşhur sözlerden bir insan haqiqiy tüz adam bo'laman desa veya ki o'zi nihoyat rahbar sifatlik odam bo'laman desa ikki xislatni o'rinlash kerak debdi. Biri xalqning qo'ldik narsasini tamoq qilmas kerak, umidsiz bo'lish kerak. Bunda qo's qoni nihoyat kang, o'qir ustun bo'lish kerak bu jihatda. Yana biri shu kishilardan kelayotgan aziyat, xafalıqlarga nisbatan bilmek sililish kerak. Mana mush odam haqiqiy bunday rahbar bo'lishga loyiq odamlar, yoki rahbarlik salohiyatidagi odamlar degan ekan. Haqiqatan to'g'ri bu so'zi. Bu kishiniki yana bir mashhur so'zlardan hamda shuhratparastlikni yaxshi ko'rgan odam samimiy odam emas degan ekan. Bu cho'ng bir haqiqat. Ondan başqa bu odam masalan boshqalar so'rgan vaqtida, masalan tijorat qilish masalasida sen bozoringda tijoratingni davom et. Sen urug' tuqqanlaringga muhtoj, do'stlaringga muhtoj bo'lmagan vaqtingda sen esil petib tura olaysan. Bo'lmasa sen esilligingdan yo'qaysan degan ekan. Bu nihoyat cho'ng haqiqatlarniki biri. Yani bir büyüklerden Ebu Zinad, bu adamniki ismi Abdullah ibn Zakwan, o'zi Madinada yashagan adam. Bu kishi hijriy 130-yili, yani milodiy 748-yil o'lib ketgan. Bu Madinadagi faqihlardan, tabiin,
Özüne ait işencilik hadis rivayet kılgan muhaddis ravilerden buladı bu adamı. Bu kişi hem de Enes ibn Malik, Abdullah ibn Ömer Katarlık kişilerin kögen. Aynı vaxtdaki çoğu tabiilarda okugan. Öz devrindeki meşhur alimlerden. Hatta Sübyan-ı Sevri bu adamını atab, maqtab hadis ilmideki Emirul Mu'minin, Mu'minler padişahı deb sübetlegenken. Bu adam muş Medine'deki aynı vaxtdaki dağınık 7 faqihisi de okugan deyildi o. Bukhari dersimizde bu kişinin tarihini biraz okuduk deb o'ylayman. Yani bir büyük allamilardan mesela Hammam ibn Munabbih bu adam Hicriye miladiye 750 o'lib ketgan. Yani şu 130 neç yılda şu Mervan'daki devirde özü ayetli tabiilar içinde işencilik tabiin deb qaragan. Onun ustiga mush hadis ilmida tunji bo'lib kitap yazgan adam ekan bu. Kichik tipda bo'lsa-mu. Adamniki asli yurti şu Xurason hozirgi Herat ekanda, Afg'onistonning Herat shahridan. Ayni vaqtdagi Farislarning podshohlari Kisralar buni qo'g'lab chiqarib kelganini. Yemen kelib o'rlashib, Yemenda turib, keyin Rasulullohning davriga kelgan vaqtida musulmon bo'lgan ekan. Bu adam Ebu Hureyre'ninki namida 140 dana hadisni tunji yazgan adam dedi. Demek İslam tarixida tunji hadis qog'oz süptida yoki bir narsaga yozilgan engelingan şekilde muş adamniki qo'lida tunji qatam yozilganda, ammo kitob shaklida kelganda İmam Malikning davri. İmam Ahmad ibn Hanbal bu adamni sifatlab nurg'un urushlar qatnashgan, hatto shu o'ziniki inisiga, ukalarga, akalarga kitap setib oladi ekan. Kitap tez tapmaq tez shu davrda. Kitobni setib olsa, oltin setib oladigan davrda. Shuna qimmat bo'lsa, o'ziniki ukalarga kitob epirib o'qitadi ekanda. Bu shunga bu adamniki akalarimi hammasi olim. Ebu Hureyre bilan birga o'tirib, shu Madinada yashagan deydi. Nayt uzun ömür ko'rgan. Shu uzun ömür ko'rganlikdan shu qish tushib ketgan adam ekan bu keyingi davrlarda. İmam Buxoriyning rivoyat qilishicha shu Hijriya 132-yil o'lib ketgan deb bayon qilinibdi. Meşhur olim Vahb ibn Munabbih mush adamniki ham inisi ham shogirdi bo'ladi. Onundan başqa eng meşhur bir büyük bor. Bu mushu Mu'tazili aqidasi yoki Mu'tazili firqasiniki asoschisi bo'ladi. Vasil ibn Ata o'zi ayni davrdagi aqliyatchi, islom mutafakkiri. Bu odam Hijriya 131-yilda o'lib ketgan. Bu odam Hasan Basri'ninki shogird bo'ladi. Lekin Hasan Basri bilan ikkisi oralig'ida ma'lum bir fikri ixtilof yuz berib, oxirida bu odam Mu'tazila firqasini qurib chiqqan. Yani Mu'tazila degan gap endi ayrilish degan gap. Chunki Hasan Basrining so'rinidan bu odam chetnab, ayrilib, bo'linib chiqqan. Vasil shuni bilan bizdan ayrilib ketdi degan bir gapni Hasan al-Basri. Shuni bilan bu ayrilib ketdi degan gap endi Mu'tazila, ya'ni ayrilg'uchilar degan nom bilan atalgan. Bu odamniki bu Mu'tazili ko'z qarashi yani şu İslam tarixidagi nihoyat mashhur ko'pligan sohalarga chetiladigan bir aqliya fikr iqimlarining biri. Hem şu diyalog, munadir şekilde edip buriladigan bir kalamiya deb qo'ymiz. Şu firqalarniki biri. Bularniki o'ziga tushliqmi da aqidaviy ko'z qarashlari bor. Bu odam Madinada o'lib ketibdi. Ammo lekin Alloh taolo bu kishi shundoq aql, zakiylikni berganki, fasohatlikni. Ammo lekin shu r harfini chiqara olmaydi ekanda, r harfini. Shunlar shu r harf keladigan kalimadan imkon bor qochadi ekan. Shuningga r harf kelmaydigan yoki r harfi bilan ifodalangan lug'atni rsiz kalimalar orqali ifodalaydi ekan. Masalan, bug'doyni arabcha al-burr deymiz. Lekin bu odam al-burr demay, bug'doyni qamhun deb masalan boshqa iboratlar bilan chiqaradi ekan. Mesela yağmur deganda matar deymiz, oxirida r harfi bor. Lekin bu odam g'ays deydi. Ishkilis yağmur degan gap. Demak, mushnaq zaki odamga. Lekin mushu r harfi kirmagan bir mashhur xutbasi bor. Mushni o'qishga tavsiya qilaman arab bilgan qirdoshlarni. Bir r harfi yo'q ha. Endi tövendeki en oxirgi bobda Jaloliddin Suyuti mundaq deydi. Endi Marvanning tili Müşkning og'zida bo'g'ini bu shu davrdagi ajoyibotlardan debdi. Undaqda bu nima gap?
İmam Suli Muhammed ibn Salih'te rivayet kılıp mundaq dedi. Mervan eşek öldürülgen vaxtıda, yani Mervan Himar Mısır'da öldürülgen vaxtıda onun beşini askerler kesip Abdullah ibn Ali'nin kışığı yolla demde. Abdullah ibn Ali şu Saffah'ın tavsiye bulu demde vaxtıda. Bu Abbasilarning şu vaqtdagi çoğun şeyhlerden biri de, kumandan. Abdullah buna qarab, şundaq tıqı kallanın tüyden bayan ağırlıp boğuca, bir müşrik jugurab keliplam Mervan'niki tilini julub aldı da. Kesilgen kalla. Şola bu tilini çaynaşıp başladı. Şuna Abdullah ibn Ali bu ahvalını körep, biz dünyadaki acayip kızıkarlık işlerini biz köymesek mi? Muş Mervan'ın tilinin, müşkinin ağzı boğunla köysek mi? Bizge nait yeterlik acayibatlar dep şundaq degen. Muşnolar hem de Mervan'ın iki tarihimi tügde. Biz İslam dünyasında en köp zeminga ega bolgan büyük bir devlet, yani Umayyalar devletinin ki tarihi bilen tanışıp çıktık. Bizimki keyinki dersimiz Allah kalırsa biz Abbasilar tarihi hakkında, Abbasilarınki hilafet devrilen boludu. Abbasilar devri münasebetlik dersine Allah kalırsa Ramazan'dan keyin, heyettin keyin başlayımız. Muşu jarayanda, muşu 13 gün jarayanda muşu dersini baştan körep yetişip bulanmagan kırındaşlarınki muşunga yetişebilishini ümit qilamiz. To'g'ri taraflari bo'lsa, ba'zi bir muvaffaqiyatga erishgan bo'lsak, buning hammasi Allohning fazli marhamatidir. Agar bir inson bo'lish salohiyatimiz bilan mush darsda xatolashgan taraflarimiz bo'lsa, albatta bu bizning o'zimizning nafsidan va shayton tarafdan. Alloh hammamizning gunohlarini mag'firat qilsin. Mush darsni tanishgan, uzmay mush darsni anglab kelayotgan qarindoshlarga Alloh subhanahu va taolo fazli marhamatini oymasin. Ramazanda qilgan yaxshi amallarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin, gunohlarini mag'firat qilsin, oilasiga barkat, xushalik nasib aylasin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.